Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsilotlari bilan efirda TTV yangiliklari informatsion dasturi. Studiyada Mohinur To'rabayeva. Zilzilani oldindan aniqlash yo'nalishidagi ishlar va ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan masalalar haqida Seysmologiya instituti direktori o'rinbosari Vohidxon Ismoilov brifingi. Android qurilmasidan foydalanuvchi O'zbekiston aholisi 21 mart soat 21:47 da Afg'oniston hududida sodir bo'lgan kuchli zilzilaning seysmik tebranishlar to'g'risidagi ilk bor erta ogohlantirish tizimi orqali ma'lumotlar olishdi. Ba'zi bir insonlar seysmik tebranishlarda 1 daqiqa oldin, ba'zilari esa bir necha soniya oldin zilzila to'g'risida xabardor bo'lishdi. Bu xabar ilk bor bo'lganligi sababli aksariyat aholi o'rtasida tushunmovchiliklarga va e'tiborsizliklarga olib kelgan bo'lsa, ba'zi bir insonlarda esa kuchli vahima va qo'rquvlarga sabab bo'ldi. Google kompaniyasi zilzilani erta ogohlantirish tizimi jahon tizimiga aylantirish bo'yicha 2020-yildan boshlab ishlamalar olib bordi va Android qurilmasida ishlayotgan mobil telefonlarning jahon to'riga seysmik tebranishlar haqida erta ma'lumotlar olish imkoniyatini yaratib berdi. Albatta bu g'oya yangilik emas, chunki Yaponiya hududi uchun zilzilalarni erta ogohlantirish tizimi Yaponiya meteorologik agentligi tomonidan yaratilgan va qo'llanib kelinmoqda. Xuddi shunday mintaqaviy tizim Meksikada, Xitoyda, Tayvanda, Italiyada, Ruminiyada va boshqa davlatlarda ham qo'llanilmoqda. Lekin Google kompaniyasi yaratgan mobil dastur butun jahonni qamrab olish imkoniyatini yaratdi. Yaratilgan erta ogohlantirish tizimining asosiy afzalligi bu barcha mobil foydalanuvchilarga qisqa vaqtda kutilayotgan seysmik to'lqinlar to'g'risida ma'lumotlarni yetkazishdir. Shuni ta'kidlash kerakki, Google tizimi bu zilzilani prognoz qilish usuli emas, balki zilzila sodir bo'lgandan so'ng seysmik to'lqinlarning tarqalish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni uzatish tizimidir. Xitoy taqochilarning bergan ma'lumotiga ko'ra, erta ogohlantirish tizimini joriy qilinganda 3 soniya ichida shikastlanishlarning sonini 14% ga, 10 soniyada jarohatlanish va qurbonlarni 39% ga va 20 soniyada 63% ga qisqartirish mumkin. Shundan kelib chiqib, zilzilaning erta ogohlantirish tizimini mavjudligi seysmik xavfsizlikni ta'minlashning samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Albatta, erta ogohlantirish tizimining samaradorligi aholini zilziladan avval, zilzila davrida va harakatlanishi bilan uzviy bog'liq. Hozirgi kunda favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan zilzila davrida aholini harakatlanish to'g'risida mobil ilovalar ishlab chiqarilgan va u amalga joriy qilingan. Shularga e'tiborli bo'lib harakatlansak, o'z xavfsizligimizni ta'minlagan bo'lamiz. To'rtko'l tumanidagi Oqboshli ovul fuqarolar yig'inida Navro'zing muborak ona xalqim shiori ostida Navro'z sayli ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Bir necha kundan buyon mamlakatimizda yangilanish va yasharish ayyomi bo'lmish Navro'zi olam barchaga ko'tarinkilik, jo'shqinlik kayfiyatini ulashib kelmoqda. Shunday ulug' dorilomon kunlarga bag'ri butunlikda, tinch totuvlikda yetkazganiga shukronalik hissini qalblari bilan his qilgan holda To'rtko'l tumanidagi Oqboshli ovul fuqarolari yig'inida katta xursandchilik ila Navro'zing muborak ona xalqim shiori ostida Navro'z sayli o'tkazildi. Bayram dasturida maktab o'quvchilarining va havaskorlar tomonidan ko'ngilochar kuy-qo'shiqlar zotlarimiz meros bo'lib kelayotgan va azaliy urf-odatlarimizga aylangan sport turlaridan kurash, tosh ko'tarish, arqon tortish va qo'chqor urushtirish kabi musobaqalar ham tashkillashtirildi. Bu musobaqalarda qatnashish uchun bayramga 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan fuqarolar taklif etildi. Musobaqalar hakamlar tomonidan baholanib borildi va yakunida g'oliblarga homiylar tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. O'tkazilgan bayram tadbiri yig'ilganlarga olam quvonch, yuzlarida kulgu va bayramona kayfiyat ulashish bilan birgalikda yosh u qarining yodida butun umrga muhrlanishiga zamin yaratdi. Xorazm viloyatida Jaloliddin Manguberdi avlodlari armiya saflariga kuzatildi.
Xorazm viloyatining chaqiruv yoshiga yetib, belgilangan saralash bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tgan, sog'lig'i jihatdan harbiy xizmatga yaroqli, yurtimiz himoyasiga kamarbasta bo'lgan 500 nafarga yaqin xorazmlik yoshlar mana shu muhtasham majmuada tantana bilan armiya saflariga kuzatilishida ham katta ma'no mujassam. Darvoqe, bugungi kunda O'zbekiston armiyasi yoshlarning irodasini toblaydigan, ularni o'z vatani va xalqiga sadoqat ruhida tarbiyalaydigan, jasorat hamda matonat maktabi sifatida o'zini namoyon qilmoqda. O'g'lonlarimizda harbiy xizmatga, boshqacha aytganda, el yurtimiz tinchligi va osoyishtaligi, osmonimiz musaffoligi, sarhadlarimiz daxlsizligini ta'minlashga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi kuchayib bormoqda. Shu boisdan saflarimiz yildan yilga zabardast, baquvvat, aqlan va ruhan toblangan yoshlar bilan butlanmoqda. Tantanali tadbirning ochilish marosimida Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Jo'rabek Rahimov barchani qutlab, hozirgi kunda mustaqillik yillarida tug'ilib voyaga yetgan, mamlakatimizdagi rivojlangan ta'lim muassasalarida eng puxta bilim olgan armiya saflariga kirib kelayotganini e'tirof etdi. Armiya ostonasida turgan chaqiruvchilar va ularning yaqinlari Shimoliy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov ham mana shunday unutilmas kun bilan tabriklab, Jaloliddin Manguberdi bobomizning munosib izdoshlari bo'lgan, vatanni himoya qilishlik muqaddas va shu bilan birga sharafli burchni bajarishga shay turgan Xorazm elining o'g'lonlariga bukilmas iroda, kuchli matonat va kuch-g'ayrat tiladi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi, Ichki ishlar va favqulodda vaziyatlar vazirliklarining harbiylashtirilgan bo'linmalarda muddatli harbiy xizmatni o'tash uchun yo'l olgan mard o'g'lonlarni kuzatuv marosimida keng jamoatchilik vakillari bilan birga o'sib kelayotgan yosh avlod vakillari, vatan tayanchi otryadlari a'zolari ishtirok etdi. Bugun bizga vatanni himoya qilish uchun forma berishdi. Men bundan juda ham xursandman. O'z yigitlik bursimizni o'tash, vatanimizni ko'z qarasimizdek asrashga va'da beramiz. Tantanada so'zga chiqqanlar ona vatanni qo'riqlash har bir yigit kishining muqaddas burchi ekani, bunday mas'uliyatli vazifa eng sari o'g'lonlarga nasib etishini ta'kidlashdi. Har tomonlama yetuk, sog'lom, jismonan baquvvat, intellektual salohiyati, ma'naviy barkamol, shijoati balandsiz kabi yigitlar armiyamizning asosiy tayanchi hisoblanadi. Harbiy xizmatga jo'nab ketayotgan xorazmlik mard va jasur o'g'lonlarga yuksak ishonch bildirib, omadlar yor bo'lishini tilashdi. Nukus garnizoni harbiy orkestri tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar hamda Xorazm viloyati musiqali drama teatri jamoasi tomonidan Sulton Jaloliddin spektaklidan mohirlik bilan namoyish etilgan sahna ko'rinishi, Urganch garnizonidagi jangovar batalyoni tomonidan ko'rsatilgan qo'l jangi elementlari bilan chiqishlari yig'ilganlarga bayramona kayfiyat tuhfa etdi. Nukus garnizoni faxriy qorovul vзводи tomonidan namoyish etilgan qurol bilan saf elementlari barchaning olqishiga sazovor bo'ldi. Mana biz askarlarimizni kuzatish uchun keldik. Ularga omad tilayman. Sog' bo'lib omon kelsinlar. Elimizga, yurtimizga kerakli inson bo'lsin. Tadbirdan so'ng yoshlar Urganch temir yo'l vokzali orqali muddatli harbiy xizmatni o'tash uchun belgilangan joylarga jo'nab ketishdi. Beruniy tumanida tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning erkin faoliyat yuritishlarini ta'minlash borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan soliq tizimini raqamlashtirish, soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini yuksaltirish, soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili asosida tadbirkorlik subyektlari bilan bevosita muloqot qilish, ular duch kelayotgan muammolarni o'rganish yuzasidan soliq organlari xodimlariga bir qancha topshiriqlar berilgan bo'lib, mazkur topshiriqlar ijrosi yuzasidan Beruniy tumanida tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili asosida 4-sektor tomonidan amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Xususan ushbu tamoyil asosida tadbirkorlarning murojaatlariga ijobiy yechim topilmoqda. Hozirgi kunda tadbirkorlik faoliyatini kengaytirib, xalqqa sifatli xizmat ko'rsatmoqda. Tadbirkorlik subyektlariga soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyil doirasida soliq hisobotlari va boshqa muammolarda amaliy yordamlar ko'rsatilib kelinmoqda.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 31 avgust kungi Qoraqalpog'iston Respublikasida tadbirkorlik, innovatsion texnologiyalar va infratuzilmalarni jadal suratlarda rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan Beruniy tumanida faoliyat ko'rsatayotgan Gulasal Dilfuza mas'uliyati cheklangan jamiyati asosiy faoliyat turi umumiy ovqatlanish bo'lib 2022 yil davomida tovar aylanmasi amalga oshirilgan bo'lib 2022 yil davomida 998 milliard 112 million 141 ming so'm tovar aylanmasi amalga oshirilgan bo'lib, shundan 50 milliard 908 million 720 ming so'm soliq to'langan. 213-sonli farmonga asosan soliq imtiyozlaridan 50% indeksatsiya qilinganligi sababli 25 milliard 454 million 364 ming so'm o'z hisobida qolib, ushbu mablag'ga tadbirkorlik faoliyatini yanada kengaytirilishini aytib o'tdi korxona xodimlaridan biri. Biz tadbirkorlarga berilayotgan soliqdan 50% imtiyozdan foydalanib, bugungi kunda 25 million so'm foyda o'z hisobimizda qoldi. Ushbu soliqdan tadbirkorlik faoliyatimizni kengaytirmoqchimiz. Soliqchi tadbirkorga ko'makchi. Davlat soliq organlarida mazkur tamoyil asosida ishlarning yo'lga qo'yilishi, tadbirkorlar bilan bevosita muloqotga kirishish, muammolarni o'rganish va ularga birgalikda yechim topish imkonini bermoqda. Ushbu tamoyil asosida soliq to'lovchilarga yanada sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlash maqsadida Beruniy tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan tadbirkorlar faoliyatini amalga oshirish uchun muhim bo'lgan qator yo'nalishlarni belgilab olgan holda amaliy yordamlar ko'rsatilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Navro'z bayramiga tuhfa sifatida To'rtko'l tumanidagi Oqboshli ovul fuqarolar yig'inida zamonaviy bino foydalanishga topshirildi. To'rtko'l tumanidagi Oqboshli ovul fuqarolar yig'inida hokim yordamchisining sa'yi harakatlari bilan yangi zamonaviy tipdagi o'quv binosining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tikuvchilik, ayollar sartaroshi hamda pazandachilik yo'nalishlarini o'z ichiga olgan ushbu maskanda Oqboshli va qo'shni ovuldagi ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oila farzandlari, ishsiz bo'lgan ayol qizlarimizni kasb-hunarli qilish va o'rgangan hunarlari asosida maishiy texnikalarni subsidiyalar orqali olib berilishi ko'zda tutilgan. Mine bugun To'rtko'l rayoni 3-sektor aymog'idan joylashgan Aqboshli ovul fuqarolar yig'inida ayol qizlarimiz uchun o'quv kursi kompleksi ochildi. Bunda tikari maqsadimiz ayol qizlarimizni uy sharoitida bo'lganda, masalan, jumsiz ayol qizlarimizni o'zini-o'zi bandlik bo'lib topiladi. Bu imoratimizda ko'p imkoniyatlar bor. Buning imkoniyatlarini yilida kengaytirish maqsadida boshqa yo'nalishlar bo'yicha da ishlar olib borilmoqda. Hozirgi vaqtda o'quv o'rnida chash tujikli universitetli bo'yicha 25 ayol qizimiz o'zining o'nerlarini asab bormoqda. Al pishirib bo'yicha 10 qizdan ziyod qizlarimiz ta'lim-tarbiya olib kelmoqda. Al tug'ishlik jumsi bo'yicha 5 qizimiz, ya'ni uyda o'tirgan jumsiz ayol qizimiz o'zini band etib, o'sha yerda o'zining unamli jumslarini olib bormoqda. Bunda ishlarimiz yilida alda rivojlanib bo'ladi. Hamda bu boshlayotgan jumlarimizda başlarimizga o'zlarimizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. O'quv markazida kelajakda ayol qizlar o'rgangan hunarlari bilan o'z oilasiga daromad keltirishi, shuningdek jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishlari uchun oz bo'lsa-da o'z hissasini qo'shish asosiy maqsad qilingan. Hindistonda O'zbek-Hind hamkorligidagi o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Hindistonning Uttaraxand shtatida o'tkazilgan Do'stlik 2023 O'zbek-Hind birgalikdagi o'quv mashg'ulotlarida jang olib borishning o'ziga xos usullari ham nazariy ham amaliy jihatdan o'rganildi. Tom ma'noda ikki davlat uchun harbiy aloqalarni yanada mustahkamlash, jangovar operatsiyalarni rejalashtirish va olib borishda ilg'or tajribalar almashish imkonini yaratdi. Himolay tog' tizmalariga tutashgan tog'li o'rmonli hududlarda olib borilgan o'quvlar xalqaro terrorizm va xavf-xatarlarga qarshi har xil usullarni qo'llash, tog'li hududlarda jang olib borishning o'ziga xos tomonlarini o'rganish, yangicha taktik usul va uslublarni qo'shinlarning o'quv jangovar holatiga qo'llashni amaliyotga tatbiq etishda muhim o'rin tutdi. Ikki davlat vakillari o'rtasida o'tkazilgan harbiylashtirilgan estafeta nafaqat jismoniy va jangovar tayyorgarlikni oshirdi, balki o'zaro jipslik, hamjihatlik sifatlarini amalda namoyon etdi.
Mashg'ulotlar shunchaki emas, jahon tajribasini o'zida jamladi. Buni tog'li hududlardagi zamon bilan hamnafas olib borilgan o'quvlar jarayonida ham ko'rish mumkin. Do'stlik 2023 birgalikdagi o'quvlar davomida nafaqat mashg'ulotlar olib borildi, balki har ikki mamlakatning milliy madaniyati, qadriyatlari, urf-odatlarini o'zida mujassam etgan ko'rgazmalar, sahna ko'rinishlari va konsert dasturlari namoyish etildi. 2 hafta davom etgan Do'stlik 2023 birgalikdagi o'quv mashg'ulotlarining yakuniy qismida tungi sharoitlarda shartli dushmanni yo'q qilish jarayonlari amalda ko'rsatib berildi. O'quv rejasiga ko'ra, birinchi epizodda qishloq hududida o'rnatilgan blokpostdan o'tmoqchi bo'lgan shartli terrorchilarni qo'lga olish amaliyotda bajarildi. Ta'kidlash kerakki, 2019-yildan buyon O'zbekiston va Hindiston harbiylari o'rtasidagi hamkorlikdagi o'quv mashg'ulotlari rivojlanishning yangi bosqichiga ko'tarilmoqda. Buni ushbu hamkorlikdagi o'quvlar jarayonida ham kuzatish mumkin. Bir nechta epizodda tashkil etilgan mashg'ulotlarda dunyo va mintaqada kechayotgan harbiy harakatlar tetridan kelib chiqqan holda jang olib borishning eng so'nggi usul va uslublari amaliyotda sinovdan o'tkazildi. O'zbek va hind harbiylarining hamkorlikdagi harakatlari sabab har bir o'quv vazifa o'z vaqtida va sifatli ado etildi. Xususan, shartli dushman joylashgan hududni ishg'ol qilish jarayonlarida harbiy xizmatchilar vertolyot yordamida yuqori qo'mondonlikdan qo'yilgan o'quv jangovar vazifaga kirishdi. Berilgan koordinata bo'yicha harakatlangan bo'linma shaxsiy tarkibi shartli dushman joylashgan hududni zudlik bilan qurshab olishdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan shartli dushman yo'q qilindi. Umuman olganda, do'stona ruhda o'tgan har bir mashg'ulot harbiy xizmatchilarning nazariy va amaliy bilimlarini yanada boyitish, ko'proq malaka oshirish va mahoratlarni yuksaltirishga xizmat qilgani bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Hindiston va O'zbekiston hamkorligidagi mashg'ulot ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Eng muhimi, o'zaro tajriba almashildi, malakalar boyitildi. 4-bor birgalikda o'tkazilayotgan mashqlarda zamonaviy yondashuvlar amaliyotga joriy etildi. The understanding and goodwill generated during this training. Hamkorlikdagi harbiy o'quv mashg'ulotlarini yakunladik. O'quv mashg'ulotlari davomida biz Hindiston harbiy vakillari bilan birgalikda o'zaro tajribalar almashdik. O'quv jangovar vazifalarini bajardik. Shuningdek, hamkorlikni yanada mustahkamladik. Ushbu o'tkazilgan hamkorlikdagi harbiy o'quvlarda ikki davlat vakillari ham oldiga qo'yilgan maqsadga erishdilar. Oston! To'rtinchi bor o'tkazilgan birgalikdagi O'zbek-Hind o'quvi yakunida harbiy xizmatchilar eng yaxshi bo'linma, eng yaxshi juftlik, eng yaxshi mergan harbiy xizmatchi, eng kuchli jamoa hamda boshqa yo'nalishlar bo'yicha esdalik sovg'alari va medallari bilan taqdirlandi. Shu bilan Do'stlik 2023 birgalikdagi O'zbek-Hind o'quvi o'z nihoyasiga yetdi. O'zbekiston harbiy kontingenti O'zbekiston havo yo'llari orqali ona zaminimizga qaytib keldi. To'rtko'l tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 20-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ochiq darslar kuni munosabati bilan turkman tili o'qituvchisi Narjon Muhammadberdiyeva tomonidan ta'lim maskanining 9-sinf o'quvchilariga ochiq dars mashg'uloti o'tkazdi. Mashg'ulot davomida o'tgan mavzuni, ya'ni Halil Kuliyevning hayoti va ijodini takrorlab, uyga berilgan topshiriqlar o'qituvchi tomonidan tekshirildi. Hammamizga ma'lum bo'lishiga, bizning O'zbekiston vatanimizda 130 dan qo'raq Dürlü millet vekilleri ağzıvir doğutluqlu yaşayarlar. Şol sanda yine bizim 20 sanlı umum bilim veren orta mektebimiz Türkmen dilinde ta'lim alıp barılıyor. Türkmen dilinde ta'lim alıp barılandığına teretmeden mektebimizde Özbek, Qaraqalpaq, Türkmen, Nemes, İngiliz dillerinde yaşlarımız savad alıyarlar, bilim alıyarlar. Qadimdan beri bu millet vekilleri Özbek, Qaraqalpaq, Türkmen vekilleri doğutluqlu arıqatnaşıq taqlap, şeyli hem qıyız alıp, qıyız verişip, mərəkələrində qatnaşıq edişip, ağdı bir yaşaq geliyarlar. Yine bugün edebiyat tapağımızda hem Türkmen edebiyatının vekilleri bilen bilelikte biz Rus yazıcılarından Pushkin'i, Lermontov'u, Özbek edebiyatının görünüklü vekili, Özbek edebiyatının düğüntüsü şahirimiz Alisher Novayini, Zahireddin Muhammed Baburi, Şeylehim Abdullah Kadri'ni, yine çağıların ağına
Oşolaryň goşgularynyň, eserleriniň üstü bilen ýetirip bermäge kynanyşdyk. Endi Magtymogly türkmen edebiýatynyň düýüntüsi şahyrymyz Magtymogly Pragynyň şygyrlary bilen türki halklaryň arasyndaky dostlukly ara gatnaşygy ýaşlaryň aňyna tiňdirmäge çemeleşdik. Shundan so'ng yangi mavzu Gurbannazar Ezizovining hayoti va ijodi haqida to'xtalib, yozib qoldirgan asarlarining ahamiyati borasida ma'lumotlar aytib o'tildi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda yana sog', omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.